Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja Otaxo'jayev bo'laman. Bugungi o'tiladigan mavzumiz Ahmoniylar bosqini davrida Turon deb ataladi. Bu miloddan avvalgi 6-4 asrlarni qamrab oladi. Ya'ni Ahmoniylar davlati haqida va uning bosqini haqidagi ma'ruzamiz to'rtta rejaga iborat. Birinchisi Ahmoniylar davriga oid manbalar. Ikkinchisi Fors davlatining tashkil topishi va O'rta Osiyoga dastlabki yurishlari. To'maris jasorati. Uchinchisi Dorobir davrida O'rta Osiyoning egallanishi. To'rtinchisi Ahmoniylarga qarshi kurash masalalari ko'rib chiqiladi. Umuman qadimgi Fors bitiklari va Yunon manbalariga ko'ra Ahmoniylar davlati hozirgi Eron hududining janubiy g'arbiy qismlarida shakllangan davlatlardan biri hisoblanadi. Bu hozirgi Iroq davlati, Turkiyaning sharqiy qismlari hududlaridagi Midiya davlatlari bilan chegaradosh bo'lgan. O'sha paytda Ahmoniy davlati, ya'ni shular haqida manbalar ham aynan shu hududlarni aytib o'tadi. Endi bu davr manbalariga to'xtaydigan bo'lsak, asosan Eron hududidan topilgan Bixustun va Naqshbandiston qoyatosh butiklari, Suza, Persepol, Hamadon shaharlarida tekshirib o'rganilgan bular. Bundan tashqari fors tilida yozilgan, qadimgi fors tilida yozilgan diniy siyosiy asarlar asosiy manbalar hisobiga kiradi. Bixustun bitik toshlari Dorobir davrida yozilgan. Bu yerda 3ta tilda bitilganligi aytib o'tiladi. Demak, qadimgi fors, eron va bobil tillarida Bixustun bitiklari bitilgan. Dorobir Bixustun bitiklarida o'zi egallagan hududlar haqida ma'lumot beradi. Mendoro ulug' podshoh, Shahanshoh mamlakatlar podshosi, Bishtas o'g'li, Arshan nevarasi, Ahmoniy shoh Doro aytdiki, ya'ni o'zini shajarasini keltirib o'tadi. Doro keyin va shundan keyin u so'zni davom etib, Ahromazda irodasi bilan o'tgan darsda aytganmiz, ya'ni Zardushtiylik an'analarga ko'ra bu Eron aholisi Zardushtiy bo'lgan, shu bois ham podshoh Zardushtiylik an'analarga ko'ra Ahromaz irodasi bilan quyidagi davlatlarni qo'limga kiritib, ularning podshosi bo'ldim deb davlatlar sanab o'tadi. Bu davlatlar orasida aynan bizni hududimizga daxldor bo'lgan Parfiya, Xorazm, Baxtriya, Sud, Saka kabi mamlakatlar nomi tilga olinadi. Jami 23 davlat nomi tilga olinadi. Shu 23 davlatning demak 4-5tasi bevosita Markaziy Osiyo yoki Turon hududlariga tegishli hisoblanadi. Daro yana shu haqida ma'lumot beradiki, meni huzurimga deydi boshqa o'lkalardan vakillar kelib, menga itoat qilib, sovg'a salomlar keltirdi. Bular orasida o'sha saklarni keltirib o'tadi. Hamda saklar, baxtiyaliklar, sug'diylar meni huzurimga kelib, menga itoat qildi va menga deydi o'sha o'lponlarni to'lashdi degan ma'noda fikrlar bildirib o'tadi. Bixustun bitiklaridan tashqari Yunon manbalari ham, ayniqsa Gerodotda bu masalalar ko'tariladi, ko'rib chiqiladi. Mana bu tasvirlarda Bixustun qoyasida saqlanib qolgan barelyev o'z aksini topgan bitta yozuvlar va tasvirlar shakllangan. Ya'ni bo'yniga arqon solingan va Doroning huzuriga keltirilayotgan odamlar orasida uchqur qalpoq kiygan odamlar ham bor. Uch qalpoq kiygan odamlar bevosita saklar ekanligi aytib o'tiladi. Endi Yunon manbalariga keladigan bo'lsak, ya'ni bu Yunon manbalari qayerdan paydo bo'ldi degan savol tug'iladi. Yunon manbalari bizga ma'lumki, Ahmoniylar yoki forslar va Yunonlar o'rtasida doimiy ravishda hudud masalasida urushgan. Ya'ni Kichik Osiyo hududi masalasida. Kichik Osiyo hududi hozir Turkiya hududini belgilaydi. Mana shu Turkiya hududi va unga yondosh dengiz bo'ylarida Yunonlar va forslar o'rtasida muntazam ravishda urushlar ketgan. Bu urushlar esa Yunon tarixchilari tomonidan doim qayd etib borilgan. Shu bois ham Yunon tarixchilari Yunon tilida Ahmoniylar davlati haqida ma'lumot beradi. Bu ma'lumotlar orasida baxtiyaliklar, sug'diylar haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Massagetlar, saklar haqida ham o'sha ayniqsa Gerodotning tarix asarida mana shu haqlar haqida ma'lumotlar bevosita tilga olinadi. Gerodot ham O'rta Osiyo tarixini albatta O'rta Osiyoga kelib ko'rmagan, lekin O'rta Osiyo tarixi haqida
eshitganlarini, bilganlarini qayd etib borgan va bu biz uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Gerodotning aytishicha, Dorobir Ahmoniylar davlatini 20 ta o'lkaga bo'lgan. Ya'ni boya biz aytib o'tdik 23 ta davlat dedik, hudud dedik. Lekin bu Dorobir davlati 20 ta o'lkaga bo'lgan. Bu satralliklar hisoblanadi. Ya'ni Baxtarilar egallagan hududlar Ahmoniylarga 300 talantdan soliq to'lab turgan. Har bittasi har xil. Misol uchun Baxtariyaga 300 talant to'lagan, boshqalar boshqacha miqdorda soliq to'lagan. Sababi o'sha hududning iqtisodiy imkoniyatidan kelib chiqilgan. Misol uchun Saklar va Kaspiylar 200 talant to'lagan. Parfiyaliklar, Xorazmliklar, Sug'diylar, Ariylar esa 300 talant to'laganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Endi bir talant qancha degan savol tug'ilsa, bir talant taxminan 26 kilogrammga teng keladi. Ya'ni kumush bilan 26 kilogramm kumush 2592 gram deyiladi. 26 kilogramm desak, agar shuni to'g'riroq bo'ladi, 26 kilogramm kumushni bir talant sifatida baholashgan. Shuncha miqdorda kumush miqdorida Ahmoniylarga davlatlar soliq to'lab turishga majbur bo'lgan. Bu Gerodot keltirgan ma'lumotlar hisoblanadi. Endi Ahmoniylarning O'rta Osiyoga yurishlari albatta bu istiqom edi. Sababi o'sha O'rta Osiyoning Parfiya, Marg'iyona, Baxtariya, Suvut, Xorazm, Saklar va Massagetlar ustiga Ahmoniylarning yurishlari Kir davrida boshlanadi, davrigacha davom etadi. Bizga ma'lumki, Kirning, ya'ni Kirikkining Markaziy Osiyo bizning hududimizga, ya'ni Turan hududlariga bostirib kirishi uning fojiasi bilan tugaydi. Bu haqda Gerodot ma'lumotlar beradi. Mana shu ma'lumotlar orasida biz bilamizki, o'sha To'maris haqidagi afsonalarni ham biz doim yodga olamiz, eslaymiz, takrorlaymiz. Lekin bu afsonalarni Eronliklar tan olmaydi. Sababi Eronliklar Kirikkining To'maris qo'lida emas, balki o'z ajalini o'lganligini iddao qilishadi. Lekin biz ko'proq tarixiy manbalarga va tarixchilarning ma'lumotlariga suyangan holda ma'lumot keltirib o'tamiz. Endi Massagetlar ustiga yurishlar demak Kir ikki davrida bo'lib o'tdi va Kir ikkining o'limi bilan tugadi. Bu esa bevosita To'maris bilan bog'liq. Ikkinchisi Dorobir davridagi yurishlar, bu esa bizga ma'lum Shiroq afsonasi bilan bog'liq. Ya'ni Shiroq Doro qo'shinlarini cho'lning bir ichki qismiga olib ketib, o'sha yerda halok bo'lishiga yoki bir qismini, katta qismini halok bo'lishiga sabab bo'lgan shaxs hisoblanadi. Bular haqida sizlarda o'ylaymanki, yaxshi taassurotlar bo'lishi kerak. Kirikki bilan Massagetlar o'rtasidagi munosabatlar doim keskin bo'lgan. Shu bois ham Kirikki yoki Doro Massagetlar bilan murosa yo'lini tanlashga majbur bo'lganini kuzatishingiz mumkin. Bu haqda biz ma'lumotlarni o'sha Yunon manbalari orqali olamiz. Lekin Bequsum bitiklarida bular haqida ma'lumotlar kelmaydi. Shu bois tarixiy manbalarni qiyoslash orqali ham tarixiy xulosalar chiqarish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bugun o'tadigan mavzumiz shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa kutib qolamiz.